Assalomu alaykum akalar, tuzumishlar, jonlarzon, charchamayapsizlar. Akalar, biz gruppamizga obuna bo'lib, biz kuzatib borayotgan aka opa singillarimiz Qo'qonda 650 ta ob'yomda tovuqlarimiz bor. Qiziquvchilarga sezon yaqinlashib qoldi. Qora tovuqlar zo'r sastanida. Qiziquvchilar bo'lsa, bemalol aloqa qilishinglar bo'ladi. Sotuvda akalar, примерно 50% tuxumda akalar. Sezon paytida olingan, sezon paytida olinib, yozda o'rtalarida G'azat tuxum boshlagan paytda Tuloy kirib yetib qo'ygan tovuqlarimiz. Shu bilan dam olib, mana hozir sovuq tushib, sentyabr oyidan shu buni buyog'iga sovuq tushganning hisobiga sekin tuxumlashni boshlagan 10 oylik qora tovuqlar. 50% tuxumda akalar. Qiziquvchilar bo'lsa, bemalol aloqa qilishinglar bo'ladi. Manzili Qo'qonda, Libojaga pochta xizmatlarimiz bor. Faqat kelishilgan holatda. Misol Toshkentga boshqa joyga qizig'i yo'q akalar. Katta ob'yomga hammasini bitta olib biznes qilaman degan ukalarimizga ham addush yo'lida qilib beriladi. Hozirda narxi 100 ming so'mdan deyilyapti. Endi katta ob'yom oladigan bo'lsanglar, xudo xolasa 100 ming so'mdan 1-2 so'm o'tib beradigan joyi bor. Hammasini bitta joyga olib qo'yaman degan ukalarimiz bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqa olasizlar va kattalarga qiziqadigan aka opa singillarimizga Telegramda kanal ochganmiz. Pastda qoldiramiz silkasini, bemalol o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Unda konkurs qiling degan ukalarimiz bo'lgan. Addush mana konkursga mayga qo'yib qo'yamiz. 6 ta 7 kaptanimiz bor. Ash kanalimiz orqali yig'ilgan odamlar sonidan belgilab bitta odamga berib yuboriladi. 7 tami 8 tami qushimiz bor. Konkursda ishtirok etgan odamlar uchun shunday badarka qilib berib yuboriladi. Tashto akalar aloqaga chiqa olasizlar. Bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shular iborat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.